6,5 ga kirayotgan qizim reyestrga tushib qolgan. MVDga borsak, zaявlение olsak, reyestrdan ochib beradimi debdilar. Yosh bolani reyestrini ochish osonroq, chem katta odamnikidan ko'ra. Nimaga desangiz, chunki yosh bola narushение qilmagan, uni aybdor ota-onasi registratsiya qilib bermagan. Shu sababdan ochsa bo'ladi. Endi ota-onasini dokumenti chista bo'lsa, именно ayasiniki chista bo'lishi kerak. U uchun nima qilasiz? Juda ham qiynalasiz. MVD UFMSga jo'natadi, UFMS MVDga ish qilib qiynalasiz, lekin qilsa bo'ladi uni. Birinchi ochirtda o'zingiz rayoningizda MVDga borasiz, reyestr отделиga borasizda, dokumentlarni aytasiz. Agar yaxshi inspektor bo'lsa, ochib beradi. Yomoni bo'lsa, onlayn zaявление jo'nat deydida, sizni qaytarib yuboradi. Yo bo'lmasa 1 yildan keyin, baland kesindan keyin registratsiya qilib beramiz deydi. Nima qilsangiz bo'ladi? Birinchi Avitodan yurist topasiz. Sizga qimmat yurist bo'lish shart emas, chunki 5 mingga ham, 10 mingga, 15 mingga ham sizga 5 minglik bo'ladi. U yurist nima qilib bera oladi? Sizning gosuslugangizdan MVDning saytiga zaявление yozib beradi. Nima yozadi? Masalan, men xotinim ishlagani keldik, balamni registratsiyasini qila olmadik. Yo bo'lmasa imkonimiz bo'lmadi deb yozib beradi. Biz ishlagan kelganmiz. Balam O'zbekistonga ketsa yo Tojikistonga ketsa, qarayotgan odami yo'q deb, mana shunaqa narsalar yoziladi, jo'nataveradi. MVD agar ko'radi, agar sizda yo ayasini narusheniyasi kam bo'lsa ochib beradi, bo'lmasa narusheniya ko'p bo'lsa ochmaydi. Shtraf qilishi mumkinmi desangiz, menga o'sha vaqtda aytgan MVD 2000 dan 40 ming rublgacha shtraf bo'lishi mumkin degan, lekin shtraf qilmagan, shu turish ochgan. Ответi qachon keladi? Ответi 20 kundan 35 kunning ichiga keladi. Yo ha yo yo'q. Ha desa, balangizni kirdi chiqdi qilasizda, registratsiya qilib, keyin